Hurmatli talabalar, aziz yoshlar, sizni texnologiya, raqobat va g'alabaga to'la maydon kutmoqda. Bu oddiy o'yin emas, bu fikrlash, refleks va jamoaviylikka asoslangan haqiqiy kurash. 2025-yil 23-24-25 iyun kunlari Farg'ona shahrida Farg'ona viloyati hokimligi hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tashabbusi bilan talabalar kibersport o'yinlari 2025 respublika chempionati bo'lib o'tadi. Turnir Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida talabalar orasida raqamli texnologiyalarga qiziqishni oshirish, sog'lom raqobat muhitini shakllantirish va kibersportni ommalashtirish maqsadida tashkil etilmoqda. Va eng asosiysi, 25-iyun kuni turnirning yakuniy bosqichi Shahar amfiteatrida o'tkaziladi. Taniqli xonandalar ishtirokidagi gala konsert dasturi bilan yakunlanadigan bu kecha musobaqaning final bahslari, musiqiy shou va yorqin emotsiyalarga boy bo'ladi. Barcha yoshlarni ushbu g'oliblik, do'stlik, birlik va ilhom bayramiga taklif etamiz.